Ona, bu sehrli mo'jiza xilqat. Ona, bu mehrli jafokash xislat. Ona, bu farzand uchun jonlari fido, uni go'zal yaratmish sarvar Xudo. Undan tug'ildilar payg'ambarlar ham. Naslidan bo'y cho'zdi minglab sahoba. Qo'l ochgan duosin har dardga malham, ko'ngli oppoq ginasiz, jafosiz vafo. U bor joyda birdamlik, oqibat bisyor. Xoh shoh bo'lsin yo gado, barin ko'rar teng. Doim senga chin do'st erur, kunu tun bedor. Farzandlarin barchasiga birday bag'ri keng. Ba'zan ota alkash bo'lsa yoki bir satang, lek onasi yaxshi bo'lsa tug'ilar olim. Biroq ona yomon bo'lsa ming bora attang, undan yovuz tug'usi bo'lg'usi zolim. Shuning uchun ey birodar, Allohga shukr, sening onang dunyodagi buyuk bir davlat. Doim yo'qla hollaridan baraka topkur, mana sening yoningdadir ko'kdagi jannat. Havolanma, ulg'ayib 4-5 so'm topsang, ranjitmagin ota onang, bermagin azor. Shuni bilki, xafa qilib nafsingga chopsang, 2 dunyong oqarmaydi zinhor va zinhor. Bilsang agar bu dunyo qaytar dunyodir. Sen onangni rozi qilsang duolar aytar, xizmatiga hozir bo'lsang umring ziyodir. Bir kun kelib neki qilsang bolangdan qaytar. Ey birodar, shuning uchun ko'zlaringni och. Ular bugun tirikmilar, bor mehringni soch. Yodda tutki ota ona ila hayot to'qligi kundan kunga bilinadi yo'qligi. Agar otang tirik bo'lsa davlating, taxting, agar onang tirik bo'lsa omading, baxting. Bu dunyoda biri yoki ikkisi ham yo'q, hayotingda yashash boru biror ma'no yo'q. Shuning uchun borligida qadriga yetib, har kunda bir xabar olib g'amlarin yegin. Bag'ring bosib, aziz bag'rin ziyorat etib, men sizlarni yaxshi ko'raman degin.